Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar? Kuninglar xayrli bo'lsin. Mana biz ham ishlarni boshlab oldik. Bugun 2026-yil 6-may sanasi. Kecha terganlarimizni kechish payti o'tkazib oldik. Kecha shu oyalarimiz tushdi mana. Kecha terganlarimizni 600 kilo atrofida bo'ldi. 427 kilo kattasi, 118 kilo maydasi, plus minusi bor endi. Yarim kilo, 1 kilodan aytmayman, o'sha esimda qolgani shunaqa. Xullas 11 million ikkalasi 11 million 450 minglikmikan, 60 minglikmikan o'sha atrofda bo'ldi. Hop, umumiy. Lekin yomon emas, yangi ko'rayotganlarga bu joyimiz Namangan viloyati Sho'ron tuman Qo'g'ay qishlog'ida joylashgan. Umumiy 42 sotik maydon. O'sha bir anchadan beri teryapmiz. Hozir buni kechaga sotganimiz bilan umumiy 134 million so'mlik sotildi. Hozirgi kunga sotilgan. Hosillarimiz hali bor. Mana bugungi 700 kilo zakasimiz bor. Mana hosillar ham ancha pishib o'tib ketyapti, qattiq bo'lyapti. O'ta kuchli bo'ldi issiqlar. Kechagi issiqlarda anchagina pishib ketdi hosillar. Hozir endi chirgani ham ko'p chiqyapti, lekin yomon emas. Biz shu normamizga yetdik, xudo xolasa. Endi Alloh baraka berib, bu ham yaxshi bo'lyapti. Biz o'ylagandan da ziyoda bo'lyapti. Narxlari ham sotilishi ham mana nima deyishimiz mumkin endi. Bugun ham hozir mana 700 kilo zakaz qilishgan. 700 kilo uzilyapti. Xudo xolasa 700 kilo uzib bersak, endi chiqqan 700 kilo deyishdi. 1 tonna uzish plan qildik. Kecha yana bitta klientda ham 300 kilo bor ekan, u ham qolib ketmasin aka deb iltimos qilgan klientga. Akasizlar 700 kilo uzinglar, 300 kilo yoqdan olamiz deb shuni deyishdi. Xo'p dedik, klientlar ham xafa qilib bo'lmaydi. Shunaqa holatda orasiga chesnoylar ekkanmiz. Chesnoylarimiz ham Alloh berib juda barakali bo'lyapti, juda zo'r bo'lyapti. Ko'rgan odamlar kelib havas qilyapti. Subhanalloh. Mana akalar chesnoyning kattaligi. Endi qo'limda aylanasi 22 sm bo'lsa mana. Mana nima deydi buni? Plus 5 deydimi? Shunaqa. Hop, Xitoy piyaladay bor. Endi mana videoda qanday ko'rinyapti bilmayman. Lekin katta, anchagina katta. Mana. Xudo berib bo'lgan. Mana qultnoylarimiz ham hop, yomg'irlar ham rosa yog'di, jala yog'di o'zi ham. Endi hamma joyda bo'lyapti-ku bu narsa. Internetdan ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Yomg'irlar ham qattiq yog'yapti, jala yog'ib. Orada 1-2 kun kirolmay ham qoldik, ichi loy bo'lib ketganidan. Shunda ham yomon emas, Allohga shukr. Eksa bo'ladigan narsa ekan. Sorti Alba, Italiyaning Alba sortidan. Mana ko'pchilik so'raydi, shu sug'orish sistema qanaqa bo'lyapti. Mana ertaman hozir mana suv ochdim. Sekundameriga qo'yib qo'ydim. Hozir anchadan beri suv bermayotganim hisobiga mana. Mana kapelni tarang turibdi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Mana suv chiqyapti mana. Yana tomib turadi birday. Sug'orish juda oson bo'ladi, qarovlar juda oson bo'ladi, kapelni qilsanglar. Ozgina rasxod bo'ladi, lekin to'g'ri ishinglar ancha unum yaxshi bo'ladi. Hozir mana shu joyi, agar ariqdan sug'oraman desam, ertaman suv tarashim kerak, to'g'on qilishim kerak. Suv tashaveradi ariqda. Ko'payadi, kamayadi deganday. Bunda anaqa narsa yo'q. Suv kamayib ketsa ham, ko'payib ketsa ham nasos solib qo'yamiz, ariqqa birga ketaveradi.